Bugun shaharlarimiz qiyofasi, aholi turmush sifati, avvalo kommunal xizmatlar samaradorligi bilan chambarchas bog'liq. Ko'p qavatli uylar, obod mahallalar va aholiga yaqin xizmat bu zamonaviy boshqaruvning asosiy mezonlaridir. Ana shunday maqsad yo'lida Andijon shahrida faoliyat olib borayotgan boshqaruv servis kompaniyasi qisqa vaqt ichida aholi ishonchini qozondi. Fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatib kelayotgan kompaniya ishchilarga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida yangi binoda faoliyat boshladi. Kommunal xizmatlar sohasida tizimli boshqaruv va aholi manfaatlariga yo'naltirilgan yondashuv bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Ana shunday zamonaviy boshqaruv tajribasi asosida boshqaruv servis kompaniyalari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bundan 3 yil muqaddam Andijon shahrida ish boshlagan boshqaruv servis kompaniyasi zamonaviy talablarga javob beradigan binoga ega bo'ldi. Bu yerda 70 nafarga yaqin ishchilarga yangi ish o'rinlari yaratildi. Kompaniya tasarrufidagi 10 ga yaqin mahallalar hududida joylashgan 511 ta ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi 20 ming nafardan ortiq aholiga xizmat qilib kelmoqda. Ko'p qavatli uylarda bo'ladigan avariya holat bo'yicha bizni har bitta domimizda uy boshqaruvchilari bor. Bular bilan har bitta o'zimizning kontagimiz bor. Bizning gruppalarimiz bor. Bu gruppalarda berishadi. Biz zanjir bo'lib ishlaymiz-da. Biz hamkasbmiz, lekin tizimda zanjir, hamkor tashkilot bo'lib ishlaymiz. Shuning uchun 10 da hammasi bartaraf qilinadi. Aholi kundalik turmush sharoitini yaxshilash, uy-joylari va atroflarini obodonlashtirish, kommunal tizimlarni soz holda saqlash kompaniya jamoasining asosiy vazifalariga kiradi. Jamoa a'zolarining hamjihatlikdagi mehnati va aholi bilan muloqot jarayonlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarga o'z vaqtida yechim topiladi. Aholi murojaatlariga mas'uliyat bilan yondashish servis kompaniyasining asosiy ish tamoyiliga aylangan. Bizning asosiy vazifamiz ko'p qavatli uylarni umrini uzaytirish. Texnik holatni saqlab turgan holda bularning yaroqlilik darajasini iloji boricha muddatini cho'zib berish biz vazifamizga kiradi. Atrofda tutash hududlar obodonchiligi, aholi yashayotgan payt o'zi yashayotgan uydan minnatdor bo'lib, xizmat qilayotgan tashkilotdan minnatdor bo'lib yashashiga iloji boricha o'zimiz hissamizni qo'shish. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.